2025-yil 24-may kuni mana Denov tumani Kattakarshi mahallasi Minora va Kattakarshi mahallasining fuqarolari, mana aholisi mana shu ichimlik suvining yo'qligidan hududda mana bitta artizan qudug'i bor, ya'ni o'sha yerda majbur mana uzoq masofadan bo'lsa ham tashib ichmoqda mana. Mana 2025-yil 24-may kuni mana Denov tumani Kattakarshi mahallasi. Fuqaro Hasanov Shuhratning xonadoni. Mana 3 kundan beri suv yo'q. Faqat vodobozlik yoqamiz mana xonadonimizga quvur tortib mana hisoblagich orqali iste'mol qilyapmiz. Lekin suvdan darak yo'q. Mana uzoq masofadan 1 kilometr, 2 kilometr masofadan yon mahalla, boshqa mahalladagi suv chiqarish inshootidan tashib ichishga majburmiz. Olg'a suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati. Mana Denov tuman bo'limingizdagi holat. Mana. Shuningdek, Kattakarshi mahalla raisi Oysara Halilova mana asl xalqingizda, aholingizda muammosi ichimlik suvi masalasi bo'yicha bu masalalarni ko'rib chiqsangiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Mana. Vakillaringiz ham kelib bir aholida mana saylash uchun vakillaringiz sizda kelgusi 5 yillikdagi dasturingizda bir tushunchasini bersa edi, ichimlik suv bormikan o'shanda yoki yo'llarni mana toshlash, asfaltlash ishlari. Bu qiynalib ketdi-ku. Aholingiz ichimlik suv. Yana murojaatlar qilganda aholi tomonidan bizda unaqa muammo yo'q degan ma'lumot bilan, soxta ma'lumot bilan yopish bilan ovorasiz. Bizda 100% ta'minlangan ichimlik suvi boshqa mana bu To'g'boy ko'chasi mustaqillikning ilk yillaridan buyon o'sha mahalla tashkil etilgan bo'lsa mana ichimlik suvsiz ne bir azoblar bilan kun ko'rib kelmoqda. Ya'ni masofadan ta'min, ya'ni bularni iste'molchi sifatida, tashuvchi sifatida, ya'ni to'lovlarni ham amalga oshirishga majbur bu aholi tomonidan. Mana Toshloq ko'chasi va dalshi mana To'g'boy ko'chada aholilar. Nima ham deymiz? Olg'a Kattakarshi mahalla raisi va Olg'a suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati.